hozirgi ingliz tilini o'rganish dasturini, ya'ni usulini, ketma-ketligini kim tuzgan? Kim beginnerga 3 oy, elementaryga 3 oy, yana boshqa darajalar, intermediate, o'zi xuddi shu darajalarni kim bo'lib chiqqan? Kim har bitta darajaga xuddi shu muddatdan ketadi belgilagan? Hech shuni orqasidan tushganmisiz? Hech bilishga harakat qilganmisiz? Mayli kimdir belgilagan bo'lsa ham, o'zi xuddi shunaqa usulda o'rganish samaralimi? Rivojlanyapmiz, ingliz tilini o'rganishni yana ham samaraliroq yo'llari chiqmayaptimi? O'zbekistonda ingliz tilini o'rganish boshlangandan beri xuddi shunaqa tarzda o'rganib kelinmayaptimi va bu o'rganish usuli haqiqatda foyda beryaptimi? O'zingizdan misol olaylik. Xuddi shu videoni ko'rayotgan juda ham ko'pchilik o'quvchilar yillardan beri grammatika o'rganib kelishadi. Vaholanki ingliz tilini o'rganishdan maqsad, asosiy maqsad bu speaking bo'lgan yoki writing bo'lgan, ya'ni umumiy istalgan gapni ayta olish, yoza olish, tushuna olish bo'lgan. Lekin bu natijaga erishyapmizmi? Ko'pchiligimiz grammatika orqasidan yuribmiz, lekin erishmayapmiz. Ya'ni bu ingliz tilini o'rganish usuli ish bermasligini misoli va isboti o'zingizda ko'rsangiz bo'ladi. Aynan shu usulda o'rganish shartmi? Boshqacha samaraliroq usullari yo'qmi? Ingliz tilini o'rganishni yoki umumiy boshqa tillarni ham o'rganishni. Bor. AJ Hawk degan ingliz tilini o'rgatish bo'yicha mutaxassis aytishi bo'yicha ingliz tilini inglizlardan o'rganish kerak. Endi именно xuddi shu so'zlarni ishlatmagan bo'lsa ham, xuddi shu ma'noda gap aytgan edi. Ingliz tilini, ya'ni ingliz tilini inglizlardan o'rganish kerak. Bu nima degani o'zi? IELTS dan yuqori ball olgan juda ham ko'pchilik 95% odam bo'lsa agar ingliz tilisini haqiqiy oshgan payti bu inglizlardan o'rgangan paytiga to'g'ri keladi. Ya'ni ingliz tilida video ko'rgan, kitob o'qigan, podkast eshitgan va xuddi shunaqa tayyorlanib IELTS dan yoki boshqa imtihonlarda yuqori darajaga erishishgan. Ya'ni ingliz tilini ularga haqiqiy oshirishga yordam bergan insonlar bu o'zbeklar emas, inglizlar bo'lgan. Endi bu yerda boshqa, ya'ni o'zbek o'qituvchilar hech narsa qilishmayapti degan g'oya ilgari surmoqchi emasman. Aytmoqchimanki, ingliz tilini haqiqiy his qilishni, tushunishni boshlaysiz qachonki inglizlardan o'rganishni boshlasangiz. Endi tabiiyki boshidan inglizlardan o'rganish qiyin. Ya'ni endi boshlayapsiz, bittada ingliz tilida video yoki kitob ko'rib, o'qib keta olmaysiz, to'g'rimi? U etapgacha albatta ingliz tilini sizga o'z ona tilingizda o'rgata oladigan insondan yordam kerak. Lekin nimaga o'sha inson bilan juda ham ko'p vaqt sarflab yuborish kerak? Grammatikaga, so'zga, hammasiga. Iloji boricha ingliz tilida oz-moz bo'lsa ham kerakli grammatika so'zlarni o'rganib, ularni ishlatib gap ayta oladigan, yoza oladigan bo'lib, bu etapga tezroq o'tib ketsa bo'lmaydimi? Axir bu etap ko'proq narsa o'rgatadigan etap-ku. To'g'rimi? Buni yo'li esa bor. Qanday? Endi siz bilan ingliz tilini o'rganishni men samarali deb bilgan usuli haqida gaplashamiz. Xuddi shu usuldan o'zim rus tilini o'rganishga foydalanyapman va agar ingliz tilini boshqatdan hozirgi biladigan narsalarimni bilgan holatda o'rganishni boshlaganimda xuddi shu usulda o'rgangan bo'lardim. Bu qanday usul? Demak, hozirgacha gaplashdik. Ingliz tilini haqiqiy oshirib beradigan bu inglizlar, ya'ni ularni chiqargan videolar yoki kitoblarni o'qish, ko'rish, o'rganish. U darajagacha iloji boricha tezroq borishimiz kerak, chunki haqiqiy o'sish xuddi shu yerda bo'ladi. Endi u darajaga borishgacha bo'lgan yo'lni sizga tushuntiraman. Grammatika bilan so'z o'rganyapsiz. Juda ham yaxshi. Bu videoda o'rganmang deganim yo'q. Sho'ng'imang deyapman. Bu nimani bildiradi? Grammatika bilan so'zni shunchaki quruq o'rganish sizga ularni ishlata olishni kafolatlamaydi. Bugun masalan bitta grammatika mavzu va aytaylik 10 ta so'z yodlasangiz, ularni qatnashtirib gap tuzing. Gap tarjima qiling. Chunki xuddi shu usulda agar o'rgansangiz, ya'ni o'rganayotgan narsangizni amaliyotda ham qo'llab ketsangiz, o'sha o'rganayotgan narsalaringiz keyinchalik ishlatishingizda ham va ko'rganingizda tushunishingizga ham ancha yordam beradi. Endi quruq gapni o'zi bilamiz, qanaqa qatdan gap olsangiz bo'ladi, gap tutsangiz bo'ladi, qanaqa gap tarjima qilsangiz bo'ladi, tushuntiraman. Aytaylik bugun ingliz tilini endi o'rganayotgan bo'lsangiz, masalan present simple yoki anchadan beri o'rganyapsiz qaysidir mavzu, misol uchun noun clause, adjective clause farqi yo'q. O'sha mavzuni o'rgandingiz va bu yerdan yana har kunlik o'rganadigan so'zlaringiz bor. Misol uchun 10 ta yangi so'z.
O'shalarni qatnashtirib, endi gap tuzing, gap tarjima qiling dedim. Gaplarni sizga tayyor tuzib beradigan ChatGPT bor. ChatGPT ga yozasiz ingliz tilida. Give me 10 B1 level sentences yoki darajangizga mos A2 masalan A2 qilib. Give me 10 B1 level sentences using qo'shtirnoq ichida o'sha o'rgangan grammatika mavzungiz. 10 ta gap beradi, ingliz tilida beradi. Endi 10 ta gap berganidan keyin gaplarni sizga ingliz tilida beryapti. Siz ularni o'zi tarjima qilishingiz kerak. Ingliz bilan o'zbek tiliga emas, davomi bor. Endi gaplarni sizga ingliz tilida berdi va aytasizki, menga bu gaplarni o'zbek tilida bergin. Ya'ni translate these sentences into Uzbek. Xuddi shu gaplarni o'zbek tiliga sizga tarjima qilib berdi. Endi o'zbek tilida berilgan gaplarni siz ingliz tiliga tarjima qilib chiqing. Va oxirida ChatGPT birinchi ingliz tilida bergan edi-ku sizga. O'sha variant bilan solishtirib chiqing. Qayerda xato qildingiz, qayerda yo'q. Xuddi shu narsani yana boshqa so'zlaringiz bilan ham qaytarasiz. Ya'ni give me 10 B1 level sentences using qo'shtirnoq ichida yangi so'zingiz. Xuddi shunaqa 10 ta, 5 ta gap tarjima qilsangiz ham o'rganayotgan narsangiz esingizda qolishi osonlashadi. Faqat bitta muammo paydo bo'ladi. Ko'pchiliginglar grammatika bilasizlar, so'z bilasizlar yo o'rganmoqsizlar, zo'r. Buni ham qilishingiz mumkin, lekin gap tarjima qilishga kelganda ko'pchilik qiynaladi va xato tarjima qiladi. Buni yechimini oldingi videomda bergan edim. Ya'ni tarjima algoritmi bor. U algoritm hamma darajadagi o'quvchilarga foyda bergan. U algoritm hamma gaplarda ishlaydi. Sodda ketma-ketlik, ya'ni 3 ta ketma-ketlikdan iborat. U orqali gap tarjima qilaversangiz, o'rganayotgan narsangiz ham esingizda qoladi. Va algoritm tarjima qilganingizdan, gaplarda ishlataverganingizdan miyangizda qolib ketadi-da. Keyinchalik masalan, hozir gap tarjima qilishingizga bitta gapga 5 minut ketayotgan bo'lsa, keyinchalik do'li sekundga tushib qoladi. Ya'ni xayolga gap kelishi bilan ingliz tilida chiqishni boshlaydi, xudo xolisa. Faqat unga ko'p gap tarjima qilib berish kerak. Endi birinchi etap shu, ko'p narsa o'rganyapsiz, zo'r, ularni qatnashtirib gap tuzing. Agar gap tuzishga qiynalsangiz, tarjima algoritmini o'rganing va 3-etap esa uchinchi qilinishi kerak bo'lgan ish eng muhimi. Speakingni hatto hozirdan rivojlantirishga harakat qilsangiz bo'ladi. Qanday qilib? Birinchi bosqichda aytgan, ya'ni ChatGPT dan gap so'radingiz, mana shu mavzuni qatnashtirib 10 ta gap berdingiz, u gap berdi sizga. O'sha gaplarni tarjima qildingiz. Endi ertaga ham xuddi shunaqa ish qilishingiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni yangi mavzu o'rganasiz, yangi so'zlar va ChatGPT dan gap so'raysiz. Xuddi shu yangi kunni gaplarni tarjima qilishdan oldin kechagi kun siz yozma tarjima qilgan gaplarni endi og'zaki tarjima qilishga harakat qilib ko'ring. Kechagi gaplaringizni og'zaki tarjima qilishga harakat qilsangiz, ikkita narsa. Kecha yodlagan so'zlaringiz eslab qolishingizga yana ham ko'proq yordam beradi va speakingizga ham ancha-muncha ta'sir qiladi. Xuddi shu usulda 1 oy o'rgansangiz, ancha-muncha grammatika, ancha-muncha so'zlarni biladigan va tushunib ishlata oladigan darajaga chiqasiz, xudo xolisa. Tarjima algoritmi haqida videoim esa quyida ko'rishingiz mumkin. Sarflagan vaqtingizga rozi bo'ling. Thank you very much. Bye bye.